Farmasiz muskul o'stirishni iloji yo'q deganlar uchun men shogird tayyorladim. Umuman ximiya qilinmagan. O'zbekiston kubogida musobaqaga chiqardim. 3-o'rin oldi. O'zini vesi 62 dan chiqqan bo'lsa, uni sapinlar 70-75 va 10 yillik tajribaga bo'lgan trenerlar bilan chiqdi. Albatta ular farma qilgan. Hamma natural deb chiqadi, lekin umuman natijasi yo'q. Bironta shogirdlari ham yo'q. O'shalarga men shogirdimni tayyorladim. Boshidan, noldan boshlab va musobaqagacha professional sushka qilib. Juda ham ko'pchilik so'ragan, sport bitam ichmaganmi deganlar uchun men nabor yig'ib qo'yganman. Imенно shuni o'zi ichgan sport bitlar. Protein izolat hamma biladi, oqsil sifatlangani, kreatin kuch beradi, to'qiz qalaminli kislota trenirovka payti ishlar o'sha katabolizmni olinadi, muskullar o'z yeyishini olinadi. Albatta testosteronni ko'tarish, omega baliq yog'i, polezniy yog', vitaminga bu ham yog'ga kiradi. Testosteron uchun va vitamin D va magneziy. Bu ikkinchi o'rinda turadigan narsa. Bulasiz muskullarni o'stirishi sarigina iloji yo'q. Birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish va to'g'ri texnika trenirovka qilish va uyqu. Bu videoni olishdan maqsad juda ham ko'p yoshlar hozir farma qilsam muskulim o'sadi yoki juda ham ko'p trenerlar tezroq o'zgarish uchun har xil anabolizik steroidlarni shu yoshlarga tiqyapti. Uni o'ziga yarasha salbiy ta'sirlari bor. 1 yil, 2 yilda chotki forma qilsa bo'ladi. To'xtab qolish yo'q. Vakansiya davom etsangiz, muhimi davomiylik va to'g'ri ovqatlanish va natija.